meni boy qilmagin. Qani o'zi Xudo bormikan demasligim uchun. Menga kashshohlik ham bermagin. Ochlikdan o'g'irlik qilib seni badnom qilmasligim uchun rizqimni ber deb aytdi. Otliq askarning ko'pligi g'alabaga sababchi bo'lmaydi ekan. Bularni hammasi ikkinchi darajali ekan. Faqat pulim hamma narsani hal qiladi deb aytma. Hal qila olmaydi. Yolg'on. Bilasizlarmi, kalomda nima yozgan? Erkakning rashki har qanday hadyani rad etadi degan. Inkor etadi. Unga nima kerak? Faqat qassos. Bo'ldi, pul bilan, pora bilan uni rashk qilib bo'lmaydi. Pul hamma narsani hal qiladi degani emas, birodarlar, opa-singillar. Shu uchun bu dunyoning pullari, o'tkinchi narsalari to'lov bera olmaydi. Chunki insonning joni undan anchagina qimmatroq. Agar odam boyligi bilan najot top olganda edi, yoki inson butun dunyoni egallab olib shu boylikka ega bo'lib umrimga umr qo'shganimda edim, qabr yuzini inson ko'rmagan bo'lardi. Qabr degan narsa bo'lmagan bo'laydi. Odamlar umrni sotib olgan bo'lardi. Lekin Xudo aytadi, yo'q, hammasi aksincha. Shu uchun aytayapti, men ikki narsa so'rayman. O'lmasimdan oldin qilgin, soxtalikni, yolg'onni mendan uzoqlashtirgin. Menga qashshoqlik ham, boylik ham emas, faqatgina nasibamni bergin. Qornim to'yganda egam kim o'zi deb aytmayin. Kambag'allikdan o'g'irlik qilib, uni badnom qilmayin. Eng yaxshi narsa nima ekan? Soxtalik va yolg'ondan meni uzoqlashtir. Eng asosiy bo'lgan narsa mana shu, birodarlar. Mana shuni izla, Xudoni izla, kerak bo'lsa eng katta boyagi muammoni Xudo nomidan qila olasan. Lekin u uchun kuchli bo'lishing kerak. Qanday kuchli bo'lishing kerak? Iymonda faqat mana shu yerda bizlar kuchli bo'la olamiz. Bugun meni hech narsam yo'q, lekin meni Xudoyim bor. Ba'zilar jangovar aravalari bilan, ba'zilar otlari bilan, biz esa Rabbiy Xudoyimizning nomi bilan maqtanamiz. Ba'zilar boyligi bilan maqtanadi, lekin bizlar Xudoyimiz bilan maqtanamiz.